Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ajoyib taom tayyorlaymiz. Buning uchun kerak bo'ladi kabachok. Uni shunaqa shaklda to'g'rab olamiz. Keyin baklajonimizni ham shunaqa to'g'rab olamiz. Bunga ozgina tuz solib, biroz vaqt qo'yib qo'yamiz. Keyin qiymamiz uchun kerak bo'ladi bizga bir bosh piyoz va ziravorlar. Ovqatimizning tagi uchun sos tayyorlab olamiz. Buning uchun piyoz, bolgarskiy chesnak soldim. 2-3 minutdan keyin tomat soldim. Yaxshilab qovurib olamiz va suv solib dimlab qo'yamiz. Keyin qiymamizni oraliqda tayyorlab olamiz, aralashtirib yaxshilab. Mana sosimiz ham pishib chiqdi. Mana shunaqa qolib idishimizga solib, hammasini birin-ketin tartibda taxlab chiqamiz. Mana tayyor. Buni endi duxovkaga 180 gradusga 40 minutga qo'yamiz. Вкусно.